Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar, Uyg'ur musulmon qarindoshlar hammalarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan Bayrampaşa'daki tedbir şirketimizden sizlarga Allohninki güzel salam bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan bugungi Erkin Sidiq akamizningki 7-ci tor kitobi bo'lgan ilmiy asosdagi qo'shtilliq muarifi qandoq bo'ladi degan kitobni tunishtiramiz. Uning ustiga bugun 5-iyul qadrli qarindoshlar, 5-iyulda nima voqealarning yuz berganligi hammamizga ayon. Allohim shahidlarning qaniyada qamg'ay, zolimlar o'zining qilgan zulmiga bo'g'ilab onunki cezasını tatqay inşallah. Erkinkimiz hemmeyle tunuşluk Erkin Sidiq akimiz yani Uygurların arasından çıkan en köp halkımız tunuyduğun bir alim. Erkin Sidiq akimizin kitaplarını biz 2015 yılı 8. ayın 11. gün tedbir şirketimiz kovanın yankısı. Akimizdeki meyli üzünün neşriyatimizde neşr kılan kitapları olsun, üzününki iktisadı bilen veya ki oğlu yardım kılan kitaplı var, başkalar yardım kılan kitaplı var. İşkilip erkinkem üzü yazgan, vatandaki halkımızda aydınlattığan, köz nuru boğan, nurgun makallarını yazgan, Ali mektep okucularını tatip, okutukçularıca, muallimlerce, ustazlarıca, xalqning qalbida ma'lum bir o'rinni egallagan akimiz. Bu to'g'ri ko'p so'zlashdan o'rni yo'q. Bugun yana 5-iyul shu munosabat bilan Erkinkam bu kitobni, ya'ni men rangsiz meniki ranglik nima yo'q, printer yo'q. Ya'ni ilmiy asosdagi qo'shtilliq muarif qandoq bo'ladi degan balkim sizlarni tushirib qo'ygan bo'lishinglar mumkin. Erkin Sidiq yazmaları tor kitap 7. kısım. Hem de tor kitap degan bu sözünü biz köprek kullangan elhamdülillah hazır men Erkin Sidiq akımızmı kullanıptı. Bu asıl bu gap umumlaşsa tor kitap şu tor düşürüldüğün PDF olsun her xil varyantı var bu kitaplarının var. Umumi bir isim tor kitap. Bu kitabın mukavisini layılaşkimi bizimki yeni bir karindişimiz mukavici Rıda Ablamid özellikle torlarda köydenli Abdüel Ayüp'ün ya ki başka kitaplarınki ilanlarını işlep kıppayan karindişimiz Allah razı olsun bekçiraylık layılepti. Kulağımdaki bu kağıt renksiz boğaçka bunu ben köstenmeyime özellikle telefonlarında kürvasanlı bulundum. Bu kitap 3 gün burun ben adette Facebook'ta Facebook Kur'an halkası ya ki Facebook ders halkası kılıp sizin derslerini kilovatime Ramazan'dan beri biz bu Enes Alim Ustaz'dan 15 yıllık emgek neticesi olan Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesini bu kitabını okup öttük. 60 ders yani her bir derste 10 betni okup Kur'an-ı Kerim Allah'ın nemi demek şikerlikini ügünüş için bu dersinde 60 ders tügettik. 60. dersten ait mühim geplerim var kulak sağaysıyla. Bu işine tügettik kadirli qarindoshlar. Onun için yeniden biz Teklimekan Uygur Neşriyatı'nın ki İslam tarihiga ait bunu kitabını başladık. Bunun ders kılıbattım. Her günü bir tema yani 10 bet en az 10 betten okuvattığımız kadirli qarindoshlar. Bu iş mene muşunda işlerini kılıvatımız. Endi burunki kitapları Erkin Sidiq akamizniki tunji tor kitabı qarasanlar balangizga to'g'ri kuyning degan bunu kitap. Bu kitapda 142 bet A4 qog'ozda qadrli qarindoshlar. Ondan keyin g'arib ma'rifidagi yangilik va ilg'orliklar bo'lib hamda g'aribda yashayotgan qarindoshlar bu kitobni balkim yaxshi bilishi mumkin. Ben de talep qilganlarga hammasiga besib chiqarib iba etib berdim. Tor kitobni besib chiqarib muqovasini mana bundaq loyihilab iba etib beryapmiz.
Onun dengi 3. Erkin Sıdık Yazmalar Tor kitap 3. kitap NASA ve kainatqa ait işler. Nəhayət çiraylıq erkinkəm özü bir qolluk layligen kitap mukavisi qadirli qarindaşlar hemmisini erkinkəm layligen. Onundan keyin bu aldığı kitaplar da bala terbiyeleşke, mağribqa, NASA'ga ait kitap. Ondaki din, ilim, fen ve zamanimilik, doğruluk 3 tane kitap çıkardı Tor kitaptan. Birinci kısım kitabı qarasanlar Erkin Sıdık yazmaları Tor kitap 4. kısım din, ilim, fen ve zamanimilik 1. bölümde bunu kitapını Kaşqa Heytkan'ınki resimleri, Şincan Üniversitesi resimleri var üstüde. 2. bölüm din, ilim, fen ve zamanimilik bunun da özü layligen mukava. 3. kısım tekimi çıraylık kıpkızıl bir kitap yani mukavısımı çıraylık laylilik erkin kamınınki Abbaq Hoca mazırı varken ayada başka kitaplarınınki hemmisini akıskı ep kuyalıq. Yani bu kitaplarını çıkarıp setip yani okup bulab olman yine erkin kam 7. kısım kitap yani 7. kısım kitapını çıkardı kadirli qeyrindaşlar. Yani yetişemematımız, akımız qarısanlar üstüdükleri Erkin Sıdık Kamil'in tedbir neşriyatının çıkargan 7 kısım kitabı. Aslında yine başka kitaplarınınki nimelerini çıkarıp koydum, örneklerini kadirli qeyrindaşlarım. Hem de 7. kitabı nime doğruluk kendisi ilmi asasıki koştulluk mağarib qandaq buludu. Yani bu mağaribki biz fakat koştulluk mağarib hazır vatandığı koştul dep taxtılga yani Xitayçaga özgürep ketdi. Chet elden biz bu koştulluk mağaribden ayrılanmayatımız. Yani bununla doğru göz qaraş bolmasa, doğru muamele bolmasa ana tilimizge nispeten biz yine asta asimilasyon dep koydu Türkçe asimilasyon bolup ketişimiz mümkün. Yani ballarımız bilen boğan arlıqımızda til meselesini yaxşı hal kılmasak, bizdeki bu Uygur tilini ballarımızga doğru türde yetkizmeye kalsak, bu generation gap deydiğen nersi var. Yani jenerasyon açığı dep duydu Türklerde. Yani bu yuğunap gitidu, şunun ulan ahire bizim balımızga gap kısak, tamgı gap kılamdık, ya ki olsa başka edem gap kılamdık, düşenmeydiğen. Muşundaq haletge qep qalımız. Şu an onun qep qalması üçün qalbimizni ballarımızga yaxşı düşendirip bizning ma'naviy miroslarimizni bizninki en qimmatlik narsalarimizni ballarımızga terbiyeni bulaqmıcı, ta'lim terbiyeni ballarımızga yaxşı holatda meyli milli, dini olsun yoki bo'lsa fenni başka her qaysi jihatlardan olsun ballarımızga yaxşı yetkizish üçün til qadirli qarindaşlar altın açqıç. Bunun derdini köp tatığılıq. Men artıq sözlemey, bunu hemminla üzerine hayatını biliglik. Türkiye'ye kelgenlima türklüşüp, özünün ballarına Uygurca gep kılamaydıgan, Türkçe gep kılıdıgan. O geplerinin bazı tayin yok, gramatikilik nimesiyle doğru düşmeydigan. Balları yerim yata Uygurca mu, yani mu sözle ufkanmaydıgan müjde halet kep kılığılık. Şu an bu til nahayet mühim neyse. Ben bir ömür 6-7 tilini ügendim kadirlik qarindaşlar hazır aktif işletip atkan bir 4-5 tilim bağımdı ki. Şu an bunu sizlerge dep koyay. Erkin Sıdık yazmaları Tor kitap 7. kısım ilmi asastiki koş tillik mağarib qandaq buludu dedi. Abdur'un kiriş sözü var. Onu birazdan okuyayım. Onunki koştillik mağarib mu ya ki yektillik yani ki taktillik mu? Başlangıçta anlatılını aldığı ügütü zürürlükünün ilmi asasları. Koştillik mağarib qandaq buluş gerek. Halkaralık mutakassisler nezdindeki yerlik millet mağaribi ve anı tilde 1. 2. 3. 4. kısım 4 kısımlık makalesi varken Xalqaralıq mutaxassislarning qo'shtilliq ma'rifga bergan tavsiyanamasi. Onundan keyin ana til nima uchun muhim degan gapgan qadrli qarindoshlar, yerlik millatlarning ma'rif huquqini o'z ichiga olgan xalqaralıq qonun kelishimlar. Onunki muhakimatul lug'atayn din ma'riful lug'atayn gicha.
Ondan keyin qo'sh tillik muarifga oid yozmalarga tushgan inkaslardan tanlanmalar. Erkin Kam'ning kitoblarining o'zgichiligi shu inkaslarni saqlab qo'ydi bu akimiz. Yani inkaslar shu maqola qachon yezilib, qaysi to'rning qayerda e'lon qilingan, qaysi tarbiyalardan bu inkaslar berilgan shu javhar inkaslarni yoki ba'zi inkas talab fikrlarni elib yig'ib qo'ydi. İnkaslarni o'qisanglar shu vaqtdagi o'zimizningki siyosiy ijtimoiy ahvolimizni tushunishingizga foydasi bor. Kitobning avtori Erkin Sidiq Amerika NASA'da ishlaydi. Elxat adresi erkinsidiq@gmail.com. Tahrir, mas'ul muharrir ve betligücü pidakar. Muqavici Rıda Ablimit. Yani kadirli kardeşler, Rıda Ablimit Fransa'da yaşayan kardeşimiz bilişimçe. Allah'ın razı olsun. Yani kitabın içinde Abdur Doktor Erkin Sidiq'nin ki 10 Mart'ta düşken resmi bakken ben de renksiz çıkıp kaldık yapılmayısıyla üzerine kürü alsanma buludu. Beğişlimiz varken Erkin Kam'ın ki bu 6. tor kitabını beğişlemesini pidakar bilen Abdülaziz Beştoğrak'a beğişlaptıken Allah razı olsun. Bu 7. kitabının beğişlemesi bu kitap ne? Rahmetlik apam Patem Erşidin bilen rahmetlik dadam Sıdık Mehmet'ki beğişlaymen Erkin Sıdık 5. iyul. Kadirli kırındaşlar. Allah rahmet eylesin. Erkin Sıdık'ın ki ata anısına Doktor Erkin Sıdık 2017 yılı 5. fevral kadirli kırındaşlar. Men kitabın mundarisi toğırlık müşüştek toxtulay. Kitabın ki içindeki ana tilimizde qoğdaş her bir Uygur'un ki mukaddes burç namlıq bu kişilik sözünü sizler bilen hazır paylaşıma, behirlenime, ortaklaşıma hem behirlenime hemen teskiloda ağzıma bu gep. Altı betken biraz hem de vaktinlerini alımız. Şunlaşka hem de ma gün nurunu tüpeyleden nememe yaxşı çıkmayıvatıdı. Meni körüşünlüğüme hacet yok. Anlasağına buludu kadirli kırındaşlar. Ana tilimizde qoğdaş her bir Uygur'un mukaddes burçı. Ben bu mikrofonu kulağıma elip sözley kadirli kırındaşlar. Bir yere takıp alsam avaz belki hemmesi toluk çıkması mümkün. Keçürüsüler. Allah size razı olsun. Amine Muhammed kardeşimiz. Ana tilimizde qoğdaş her bir Uygur'dan mukaddes burçı. Abdur'un kiriş sözü. Bu kitap yani Erkin Sidiq yazmaları tor kitap 7. kısım. Gay yazılgan kiriş sözke. Men 2015 ve 2016 yılları Bilval toru bilen ötküzgen 2 kısımlık yazma sohbet ve özümün kısqış tercümalını tamamlap bolgandan keyin şu mezgilde Uygur diyarda yolu qo'yilgan qo'sh tillik ma'rifning nima ekanligi, dunyoda qo'sh tillik ma'rif haqida qandaq ilmiy tadqiqotlar elib berilganligi, o tadqiqotlarning yakuni nima ekanligi, hozir g'arib ellarda yo'lga qo'yilgan qo'sh tillik ma'rifning amaliyati qandaq ekanligi ve Uygur diyarida yo'lga qo'yilgan qo'sh tillik ma'rif bilan g'aribdagi taraqqiy topgan demokratik ellar qo'llanayotgan qo'sh tillik ma'riflar o'rtasida qandaq farqlarning borligi ustida izlanishni boshladim. Hamda 2007 yildan boshlab o'zim to'plagan uchurlar asosida Uyg'urcha maqola yozib, ularni vatandagi to'rlarda e'lon qildim. Shu jarayonda men qo'sh tillik ma'rif, yerlik millat ma'rifi ve ana til ve til cihetdeki irqi qirg'inchilik qatorliq masalalar ustida uzun müddet cho'nqur ilmiy tadqiqotlarni elib borgan ve bu sahada dunyoning eng oldida menayotgan mutaxassislardan bir qanchasi bilan tanishdim. Bu sahada dünya bo'yicha eng nufuzli mutaxassislarning biri Kengiz Xonim bo'lib, men dastlabda uning bir qancha kitobini setib olib yoki tordan tushirib o'qidim. Andin Kengiz Xonimning o'zi bilan xat orqali tanishib, masalalarga yo'liqqanda uningdan bevosita maslahat so'radim. Kengiz Xonim yolg'iz Yevropadagi 2 nufuzli oliy maktabning professori bo'lib qolmay, u yana BDTning yerlik millat ma'rifi sohasidagi maslahatchisi ekan.
O xanım men arqılıq Uyg'urlarning ana tilidan ayrilib qolishga qarab manganlik masalasini tushundi. Hamda u menga men bundan keyin yozadigan ilmiy maqolalarim, nashr qildiradigan kitoblarim hamda va so'zlaydigan dokladlarimning hammasida Uyg'urlarning masalasini tilga olaman deb va'da berib, o va'dasini izchil turda o'rinlab keldi. Erkin kamdan Allah razı olsun. Kengiz Hanım 2013 yılı, yani Kengiz Hanım'dım hem 2013 yılı Amerika Kaliforniya ştatı Los Angeles rayonundaki bir çoğun xalqaralıq ilmi doklad yığınıga kelip alayda teklif kılıngan mehman nutukçu süpütüde 2 saatlik ilmi doklad berdi. O günü ben işten sorap 100 kilometrden artık maşını heydep yığın meydanıga berip bir gün Kengiz Hanımga hemrah boldum. Hem de onun bilen nurgun paranglarını kılıştım. Kengiz Hanım şu qatimki dokladda işletken 130 betlik PowerPoint hüccetinin bir nuskasını bana bergen bulup o hüccet mende hazır mı ba. Kengiz devlet bu devletlerge berip şu devletlerinin münasibetlik emeldarlarına meslihat berip turdiken. Hem de şu devletlerdeki ali mekteplerde doklad sözleydiken. Biz 2013 yılı görüşkende Kengiz Hanım bana özünün Uygur diyarığı berip qoştillik ma'rifning qandaq bulduğanlığı hakkında Uygur Abdun Rayin emeldarlarına bir vasıta məsləhət berişini xalaydıqanlığını eytdi. Men nəhayət xuşal bulup, eğer Uygur diyarı emeldarlarının qollışığı erişəlisək, men xizmetimden sorap, öz çıkımım bilen Uygur diyarıga o hanım bilen bildi berip, onu özüm tercümanlıqı birdiğanlığımını eyttim. Gerçi men şunundan keyin Uygur diyarıdaki ma'rifçi tonuşturum arqılıq, bu işni amalga oshirishga xeli urinib bakkan bolsam mo, bu iş vücudga chiqmadi. Lekin men Kengiz Hanım bilen bo'lgan munosabatimni ta ki bugungacha saqlab kelyapman. Qadirli qarindoshlar, İstanbul'da ezan başlandı. Qadirli qarindoshlar, asr namazıga ezan to'g'lidi. Biz yine 4 bet o'qib, undan keyin namazimizni o'qib olsak bo'ladi, qadirli qarindoshlar. Kengiz Hanım 2015 yılı 10. ayda Cumhur hükümetinin teklifi bilen Cumhur'a berip Şanghay ve Nanjing'deki ma'rif o'rinlari ve bir qancha oliy maktablarda ilmi doklad sözledi. Men bu işten şu yerlerdeki Uygur o'quvchilarni tor uçuru arqılı xabardor qilib, ulardan amalba Kengiz Hanım'ın dokladlarini anglashni o'tindim. Ammo Kengiz Hanım'dan keyin anglasam, o doklad bergan so'rinlarga Uygur o'quvchilar kirmabdi. Uygur o'quvchilarni doiralar chekdimi o? Yoki buning boshqa bir sababi bormi? Onu bilolmadik. Ammo o yerdeki Uygur o'quvchilarning bu işten xabar topganligi aniq bo'lib, ularning ba'zilari Kengiz Hanım'ның faoliyatlarining xavzuchi besilgan kun tartiblarini torlarga yo'llab qo'ygan edi. Kengiz o'zi uchrashgan Cumhur'daki rehberler onun qo'shtillik ma'rif haqidagi ko'z qarashlari va takliflariga ancha ahamiyat bermabdi. Ma resimni mo chiqarib qapti Erkinzlik akimiz, rangsiz qadirli qarindoshlarım, qarasanglar. Men Kengiz Hanım bilan Los Angeles'dagi bir kichik Uyg'ur restoranida bu resim 2013 yılı 15 fevral günü tartılgan debdim. O del bizninki 2013 yılı Uygur Akademisininki nechinchi qatimliq bilmayman, isimde qalmabdi qatim sani. Şu Uygur Akademisining ilmiy doklad yig'iniga men riyosatchilik qilgan o deymi shu vaqtda va yoki boshqa qizlar qilgan bo'lishi mumkin. Shu vaqtda bizga ivetken tebrik sözüdümü bu ahvallar otur qo'yilibdi ekan. Allah Erkinzlik akimizden razı olsun. Mazkur kitapqa men 2007 yildan boshlab tayyorlagan ana til, yerlik millat ma'rifi, qo'sh tillik ma'rif haqidagi maqolalar kirgizildi. Aynı vaqtda men bu maqolalarni Uyg'ur diyoridagi to'rlarda e'lon qilganda ular nihoyat keng doirada o'qildi hamda nihoyat kuchli ta'sir qo'zg'adi.
Köp sonliq Uyg'ur ma'rifchilari ma'rifda yuz berayotgan bu yangi o'zgarishning qanday narsa ekanligi, qo'sh tillik ma'rifni qanday bo'ladiganligi va uning ilmiy asosining nima ekanligini bilolmay, Uyg'ur ma'rifida yuz berayotgan ig'ir darajalik va keng ko'lamli chekinish holati ichida gangirab turayotgan bir paytda men tayyorlagan mushu maqollar ularning ko'zini ochdi. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz Uyg'ur ma'rifidagi bu cho'ng xato yo'lida qo'lidan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatdi. Qayta o'qib o'tay, to'xtab qoldi. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz Uyg'ur ma'rifidagi bu cho'ng xato siyosatni to'xtatish, shu orqali Uyg'ur tili, Uyg'ur ma'rifi va ona til ma'rifini qo'g'dab qilish yo'lida qo'lidan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatdi. Ammo uningdan yaxshi natija chiqish u yoqda tursin, bu ishda aktivchilik ko'rsatgan bir qism qarindoshlarimiz ig'ir adolatsizlikka va xato bir taraf qilinishga uchirdi. Qisqasi, bu kitobga kirgizilgan maqolalar Uyg'ur ma'rifidagi xato siyosatni o'zgartirish jihatda ijobiy rol o'ynay olmadi. Ammo ular xalqning ko'zini ochdi. O maqolalar Uyg'ur xalqiga o'z beshiga kelgan ma'rif sohasidagi bu yangilikning qo'shtirnoqishida yoki bu bir cho'ng baloyi ofatning qanday narsa ekanligini tushuntirib beradi. Mening ashu izlanishlarim va ashu yozganlarim uchun Uyg'ur xalqi mening hurmatimni va mening qadrimni nihoyat yaxshi qildi. Menga nihoyat ko'p shon-sharaf ato qildi. Men 2017 va 2009 yillari yurtqa to'qay yo'qlash uchun borganda mening ko'pincha vaqtim men bilan bir ko'rishib olishni istaydigan yoshlar, studentlar va yosh ma'rifchilar bilan ko'rishish bilan o'tdi. Men Oqsuga borganda nechilagan yosh ma'rifchilar Qashqar va Xotandan aeroplan bilan uchib kelib, men bilan ko'rishib, shu kuni kechda yana o'z yurtiga qaytib ketdi. Ularning deyishicha, ular yo'lga chiqqanda o'zlari bilan birga kelmagan bir qism xizmatdoshlari ularni aerodromga uzatib chiqqan bo'lib, qaytib borganda ular yana gul elib, men bilan ko'rishib qaytganlarni aerodromda kutib turdi ekan. Yuqoridagi o'xshash bir qancha ma'rifchilar G'o'ljidan maxsus kelib men bilan ko'rishib ketdi. Urumchidagi oliy maktablarda ko'rishganda ba'zi o'quvchilar meni quchoqlab turib rasmga tushib oldi. Ba'zida men bilan birga bir vaqtda rasmga tushadigan biror 100 studentga yetgan bo'lib, shundoq vaqtlarda badallari mening badanimga tegib turgan yoshlarning tanlari rasmga tushayotganda hayajonliq tufaylidan titrab ketayotganligini tuydim. Dunyodagi ko'plagan millatlar uchun mushundaq uchrashish va bir odatdagi ish hisoblanadi. Ammo bechora Uyg'ur yoshlari uchun bu bir alohida vaqt va alohida fursat bo'lib qoldi. Mening yuragimni qattiq ezgan yeri bir qism o'quvchilar ashunda ko'rish tufaylidan maktab jazosiga uchrab ketdi. Men nagila borsam shu yerdagi yoshlar meni bir doklad berishga urinlashtirish yo'lida tit bo'lib, barliq tirishchiliklarni ko'rsatdi. Ammo doiralarning ruxsat qilmasligi bilan men yurtga 2006, 2007 va 2009 yillar qilgan 3 qatimliq safarda menga doklad berish bir qatimmo nisb bo'lmadi. Shundoq bo'lsa-mu, men ashu 3 qatimliq safar jarayonida ta'sirli ahvollarni nihoyat ko'p uchratdim. Mana bir umr ruhi uzuq bo'ladigan nihoyat ko'p go'zal aslimalarga erishdim. Adamning haqiqatan ichini echindiradigan, nihoyat xush qiladigan, ammo adamning ko'nglini yerim qiladigan ba'zi ajoyib aslimalar bo'pti. Erkin akamninki her payshanba kuni yezib, tayyorlab, her juma kunlik torlarda e'lon qildigan shu jumaliklari, ya'ni jumalik maqollari haqiqatan nihoyat uzun, yiroqni ko'zlagan holatda masalalarni qo'lga olib, ya'ni
qalamga olgan maqollaydi. Allah hakimizden razı olsun. Men bu kitapta özümden qo'shtirliq ma'rif haqidagi yozmalarga tushgan inkaslarning özüm saqlab qo'ygan qismini mo kirgizib qo'ydim. Hozir yuz beradigan ishlarni ayni vaqtda oldin faraz qilmagan bo'g'achqa, men ashu inkaslarning egilarining ismlarini to'liq xotirlab qo'ymabdiman. Shundaqdimi men bu inkaslar Uyg'ur xalqining 2017-2009 yillardagi yurak sadosini aks ettirdi deb o'ylayman. Men bu yerga burun oshkorlamagan Uyg'ur diyoridagi qo'shtirliq ma'rif bilan munosabatlik yana bir ahvolni yezib qo'yishni muvofiq ko'rdim. 2014-yili menga Kengiz xonimdan bir parcha xat keldi. Erkes hakimimiz o'zininki shu bugungi yozmasida shu tor kitap 7-qismlik tor kitapningki xabarda orasida bir gap bor. Ya'ni oshkorlanmagan ba'zi bir sirlar bordi. Sizlarga deyilmagan gaplarni men shu maqolada deb qo'ydim, kirish so'zimda. O'qib baqasizlar debdi, men o'qib pek ta'sirlandim. Yani Eric Smith deb aptu o'laqi ismini. Yani Ürük Aksu'ga umaqladı, Smith hem de Türkiye'ye, İstanbul'a. Ben Eric Smith, Ürük Smith'nin hikayesini anlap, vakalikini animesini anlap, ben bek ta'sirlendim aka deb rahmetimni bildirib qo'ydim astiga. Men bu yerga oshkorlamagan, burun oshkorlamagan Uyg'ur diyoridagi qo'sh tilliq ma'rif bilan munosabatlik yana bir ahvolni yezib qo'yishni muvofiq ko'rdim. 2014-yili menga Kengiz xonimdan bir parcha xat keldi. O xatida o'zi baholovchi mutaxassis, reviewer bo'lib berayotgan, ingliz tilida chiqadigan xalqaro qo'sh tilliq ma'rif jurnaliga yo'llangan bir parcha maqolani topshirib olganligini, onu bir junguluq Hanzu professor yozgan bo'lib, o maqolaning sifati bek tuvan bo'lg'achqa, onu qabul qilmay rad qilishga to'g'ri keldiganligini. Ammo agar men o maqolaga ikkinchi avtor bo'lib, onu butunlay qaytadan yezib bersam, andın onu qabul qila oladiganligini, o'zining mushu ish orqali Uyg'urlarga yordam qilg'isi borligini aytibdi. Hem de mening ikkinchi avtor bo'lib, maqolani qaytadan yezib chiqishga ma'qul bo'ladigan bo'lmaydiganligimni so'rabdi. Bu Uyg'ur diyorida yuz berayotgan xato qo'shtirliq ma'rif, qo'shtirnoq ichida ahvoldan butun ma'rif dunyosini xabardor qilishning bir yaxshi fursati bo'lg'achqa, Skopka tırnak ichida xalqaro qo'shtirliq ma'rif jurnali mushu sohada dunyo bo'yicha eng nufuzli jurnal degan gap borki, ya'ni bu Uyg'ur diyorida yuz berayotgan xato qo'shtirliq ma'rif ahvolidan butun ma'rif dunyosini xabardor qilishning bir yaxshi fursati bo'lg'achqa, men Kengiz xonimning taklifiga shu vaqtning o'zida ma'qul bo'ldim. Hem de bir qancha ay qattiq izlanib, Uyg'ur diyorining qo'shtirliq ma'rifiga oid nurg'un sonliq ma'lumotlarni to'plab, hem de Kengiz xonimi tasdiqlab jurnalga besildiganga tayyor bo'lganda, yalaqa Hanzu professordan bizga yeni bir parcha xat keldi. O xatida men oldingi kuni Şinjanlik saboqdoshlarim bilan bir so'rinda o'ltirgan. Shu yerda mazkur maqola va Erkin Sidiqning gapi bo'lganda, saboqdoshlarimdan biri menga Erkinning Jungu hukumatining qora tizimlikidagi bir odam ekanligini, agar men uning bilan birga bir xalqaro jurnalda maqola e'lon qilsam, men biror baloga tiqilib qoldiganligimni aytdi. Men onun bilan birga bir xalqaro maqola e'lon qilsam, men biror baloga tiqilib qoldiganligimni aytdi. Şinjanlik saboqdoshlari debdi-da buni. Shuningdek ki men torlarni izlab, Urumchidagi 5-iyul voqeasidan keyin Jungoda Erkin Sidiq to'g'risida chiqqan Hanzucha maqolalarni tep o'qib, yuqoridagi ahvolning rost ekanligini jazmlashtirdim. Shunlashqa men bu maqolani Erkin bilan birga e'lon qilishdan voz kechaman debdi. Shuning bilan Kengiz xonim mendan qanday qilamiz deb so'radi. Men ismimni o'z ismimning bosh harflari bilan o'xshash bosh harflari bor ingliz ism Eric Smith.
ve salahiyetimni mustaqil tadqiqotchiga o'zgartirish taklifini berdim. Kengiz xonim buning xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Hamda mening adresim uchun bundaq jurnallarda maqola e'lon qilganda cho'qim avtorning adresini to'liq berilishi kerak debdi. Kengiz xonimning o'z uyining adresini ishlash sabab bo'lganligini aytdi. Biz shunday qarorga kelib, Yalaqa Xanzo professorning ma'qulligini oldik. Ondan Kengiz xonim ahvolni Yalaqa jurnalining rahbarligiga aytdi. Shu chaqda jurnaldagilar bu jurnalga yolg'on ism va yolg'on adres ishlatishga bo'lmaydi deb javob beribdi. Shuning bilan Kengiz xonim yana mendan qanday qilishni so'radi. Men unga mening ismimni avtorlikdan chiqarib o'tayli. Ya'ni men bu maqolani yolg'iz Ashu Xanzo professorning ismi bilan e'lon qilayli. Faqatla maqolaning eng oxiriga avtor nomidan sizga va menga, ya'ni Erik Simisqa rahmat aytadigan bir qisqa abzasni qo'shayli dedim. Bu inglizcha acknowledgement deb atiladigan bo'lib, buningga Kengiz xonim ma'qul bo'ldi. Shunda qilib men o'zimning 3-4 oylik vaqt ishidagi ishtin sirtqi vaqtlarimni sarf qilib tugan bu uzun maqola Erik Simisqa rahmat aytilgan shaklda yuqoridagi xalqaro qo'sh tillik ma'rif jurnalda e'lon qilindi. Mening bu ishni qilishdan maqsadim ilmiy maqola e'lon qilib, o'zim uchun yuqori darajada kasbiy salohiyat barpo qilish emas. Men hozirgacha o'z kasbimda 111 parchadak, 15 parchadak ilmiy maqola e'lon qilib bo'ldim. Balki Uyg'urlarning ahvolini dunyoga anglitib olish bo'lg'achqa, men bu ishning bo'lg'inidan bugungacha to'limo rozi. Yuqoriqilardan boshqa men yeni yerlik millat ma'rifini o'z ichiga olgan xalqaro qonun kelishimlar hamda Jungo hukumatining shu qonun kelishimlarga ovoz qo'shish va imzo qo'yish ahvoli ustida izlanib, egilagan ma'lumotlar asosida yerlik millatlarning ma'rif huquqini o'z ichiga olgan xalqaro qonun kelishimlar degan temada bir parcha maqolamo tayyorlagan bo'lib, o maqolamo mush kitobda bor. Men shu maqolani tuvandagi so'zlar bilan oxirlashtirgan edim. Naql. Amda hozir naqlni o'qib, shuning bilan buni tugutimiz, qadrli qarindoshlar. Necha minut bo'pti bir qarab baqili. 32 minut bo'pti. Sabringlarga rahmat. Nurg'un kishilar BDT va boshqa xalqaro tashkilotlarning yerlik millat va ozsonlik millat xalqlari to'g'risida chiqargan qonunlari bor. Bu qonunlar yerlik millat va ozsonlik millat xalqlarining o'z ona tili, o'z dini, o'z madaniyati, o'z urf-odati va o'z an'anasi qatorliq narsalarni qo'g'dash va ularni taraqqiy qildirib mengishni bir butun kapolatlikka ega qiladi deb o'ylaydi. Men hozirgacha shunday o'ylab kelgan bo'lsam-mu, bu haqdagi haqiqiy ahvoldan to'liq xabarim yo'q edi. Bu qatim dunyoga to'nilgan mutaxassislar qatoridagi Kengiz xonim bilan Robert Dombar apandining bir kitobidagi mazmunlar asosida bir oz izlanib, bu haqdagi ishlarning nerdan nergacha ekanligini bir qatim aniqlab chiqishga urinib baqdim. Men yuqorida bayon qilganlarim bu haqdagi haqiqiy ahvolni xili to'liq aks ettirdi deb o'ylayman. Agar kam qolgan yerlari bo'lsa, chet eldagi boshqa imkoniyati bor qarindoshlarning to'liqlab ketishini umid qilaman. Agar bu haqda men tushirib qo'ygan mazmunlar bor bo'lsa, uni menga el-xat orqali bildirib qo'ysangiz, sizdan cho'nqur minnatdor bo'laman. Yuqorqi mazmunlardan xalqaro qonun kelishimlarining ichida yerlik millatlar o'z ona tili, dini, madaniyati va urf-odati qatorliqlarni qo'g'dash va ularni rivojlantirish jihatda foydalansa bo'lganlarimi borligini ko'rib olamiz. Endi gap bu o'ziga foydali sharoitlardan qanday foydalanish masalasidir. Bu afzalliklardan qanday unum hosil qilish hukmron o'rindagi millatning xato va qonunsiz siyosati tufaylidan o'z millatining yo'qolib ketishini xohlamaydigan va uningga sukut qilib qarab turolmaydigan kishilarning tirishchanligiga bog'liq. Men mazkur maqolada tonishtirgan mazmunlarning sizni umidsizlantirib qo'ymasligini, uning umidsizlantirib qo'ymasligini,
Onun aksicha sizning irodangizning yanama chingayishiga foydali bo'lishini umid qilaman. Biz bir ojiz millat yoki yerlik millat uchun sirtdan keladigan yordam intayin cheklik bo'ladi. Mazkur maqoladagi mazmun buni aniq ko'rsatib berdi. Qolg'ini ashu millat xalqining o'ziga bog'liq. Naql tugabdi qadrli qarindoshlar. Hozir vatanda ishlarning qanday bo'layotganligi hammamizga ayon. Biz yuqoridagi mazmunlarni va vatanimizning hozirgi ahvolini ko'z tutgan asosda bundaq bir yakunga kelalaymiz. Uyg'ur tilining buningdan keyingi taqdirining qanday bo'lishi faqat o'zimizga bog'liq. Ana tilimizni qo'g'dab qilish har bir Uyg'urning muqaddas burchi. Mazkur kitobga kirgizilgan maqolalarning ba'zilarini qadrli inim fidokor tahrirlab berdi. Bu qatim maqolalarning hammasini bir qatim ko'zdan ko'chirib kitob uchun tayyor qildi. Va kitobning to'r kitob hujjatini bir qo'lliq tayyorlab chiqdi. Yana bir qadrli inim Abdul Aziz Bashto'g'roq bo'lsa, mening nashr qilingan 7 parcha kitobimni dunyoning har qaysi joylariga tarqatish ishini hozirmi davomli holda bir qo'lliq qilib beryapti. Uningdan boshqa mazkur kitobning muqovasini Rida Abdumid inimiz loyilab yasab berdi. Men bu 3 nafar inilarimga chin ko'nglimdan ko'p rahmat aytaman. Oxirida men bu kitobni rahmatlik opam Fatem Erishin bilan rahmatlik dadam Sidiq Mehmetga bag'ishlayman. Erkin Sidiq Amerika Kaliforniya shtati Los Angeles shahri 2017-yili 5-iyul. Qadrli qarindoshlarim, Alloh egam bu Erkin Sidiq akamizningki ata-onasini, rahmatlik ata-onasining yatgan yerini cennet, yani nur içinde yetişqa inşallah Firdevs cennet bilan mukofot berishiga Allohdan tilaymiz. Hakikaten bir avlodni tarbiyalab yetiştirish, yani xalqning qalbidan o'rin olgan bir avlodni, bir farzandni tarbiyalash unchalik oson ish emas, qadrli qarindoshlar. Şunlaşqa biz to'xtamasdan, yani inson ketidi uningdan qoladigini yozgan kitoblari, qilgan yaxshi amallari. Biz mayli kitob yozmayli, kitob yozsak texmo yaxshi, qadrli qarindoshlar. Oxir yezib turdi bu. Qilgan aytganlarimizning hammasi xotirlanib turdi, qadrli qarindoshlar. Ammo shu xotirlangan narsa bizning qanday yaxshi ishni qilganligimiz yoki yomon ishni qilganligimiz bilan natijali, qadrli qarindoshlar. Uzun gapning qisqasi, erkin kam mena ishni haqiqiy haqdorga yetkazib qilyapti. Bir qata o'tkazib o'tay. Ma 7-kitobning oldidagi 6-qism din, ilim, fen ve 6-qism to'r kitob din, ilim, fen ve zamoniylik 3-bölüm. Mavo din ve ilim, fen, zamoniylik 2-bölüm, yani 5-to'r kitobi. Mavo ve qilinlar kitob, yani bu 1-qismi din, ilim, fen ve zamoniyalikniki. Mavo NASA qiziqadigan qarindoshlarga NASA to'g'riliq ma'lumot. Mavo hamda to'r kitob 2-qism g'arib ma'rifidagi yangilik va ilg'orliklar. Ma kitob balangizga to'g'ri kuying degan to'r kitobi, qadrli qarindoshlar. 7 chiqarib sizlarga ibatib beralaymiz. Ondan boshqa tadbir nashriyatimizni nashr qilingan 7 qism kitoblarim bor. Jami 14 qism kitob bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Bu kitoblarni biz naqbrimiz. Ondan boshqa yana bir qilayotgan islom tarixi to'g'riliq kundalik darsimiz bor. Bu darsimizda quloqinglar bo'lsin, balkim 25, 30 yoki bo'lmasa 40 dars bo'lishi mumkin. Qur'oni Kerim ve izohlik tercümesi bu kitap, qadrli qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylariga haqsiz ivatib beriladi. Ya'ni setib bilishni xohlaydiganlarga pullik satimiz, haqsiz o'qiymiz degan qarindoshlarga Ustoz Mustafa Islom o'g'liningki buni
Qur'onga ko'ra islom nima degan 200 savolga javob bergan kitob bilan birlikda $10 ivetib berimiz qadrli qarindoshlar. Undan keyin bugun yeni bir xo'sh xabar Abduveli Ayıp'ninki ilbasining e'lonlarini berdik. O kitobni zakaz qildiganlar bo'lsa, zakaz qilsanglar bo'ladi. Meyli Erkinkamning kitobi, meyli Abduveli Ayıp akimning kitobi, meyli Anas Salimning kitobi, meyli Mustafa Islom o'g'lining kitobi. Kelgişte bizim yazamız kitapını inşallah. Yoki bo'lmasa boshqa vatanimizda nashr qilingan PDF kitaplar bo'lsin qadrli qarindoshlar. Masalan Qutatqubilikninki romani va Qutatqubilik romani degan o'xshash mayli Turkiya ish qilib Turkiyada men topa oladigan, besib chiqara oladigan har qanday kitob bo'lsa, biz sizlarga dunyoning u bujugidan bu bujugicha bo'lsanglar ishkingning oldida sana kulağına tiyilgan halette naiti çıraylık boğlap onun için orap kaçılap isminlerini yazıp üyet birimiz kadırlı kırındaşlar bu mu isim oldu bu kalsın adavasa Allah'ın üzgü amanet bugünkü erkesilik akimizdeki ilmi asastaki koştırlık muarip kandak buludu diyen 7. tor kitabı to'g'riliq kirish so'z va tushuntirishlarni meshagicha qilib o'tgan bo'ldik. Buni har qaysinglar o'zinglarning Facebook betida paylaşib qo'ysanglar, boshqa qarindoshlarmi ko'rib buningki mazmundan xabardor bo'lsa dedik. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Allohning o'ziga omonat bo'linglar.